Singlim, yaxshiyam keldik. Mazza qilib dildan suhbatlashamiz. Opa, shunaqa chaqirib turing-da, mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Xo'p, qayerda o'tiramiz? Farqi yo'q, o'zingiz qattiq xohlaysiz. O'rta, yaxshiyam kelding. Senga rosa gaplarim ko'payib ketgandi. Yur, biron joyga kirib gaplashaylik. Yurani anikka kiramiz, вообще elegantniy joy. Fotosessiyalar qilishga zo'r. Qo'y. Mana har doim kiradigan joyimizga kira qolaylik, gaplashardik. Hech shunaqa joylarni tanlab yurasan. Yur, bo'pti. Menga farqi yo'q. Yuranib o'tira qolamiz. Bo'ldi, ketdik. Havo zo'r bugun. Qaytgancha nima yeymiz? Opa, nima kayfiyatingiz yo'q? Nima bo'ldi? O'rta, sen chaqirganim sababi bilasanmi? Bitta ish orqasidan Menga ko'p gapirasan, men undan ko'ra rasmga olib qo'y. Xullas, o'sha ishni orqasidan yurdim-ku, hujjatni olib bordim, bitirdim ishni. Nimagadir qabul qilishmadi. Eshityapsanmi? Yo'q, hech narsa. Ko'zlaringiz yetib turibdi-yu, nimadir bo'lgan. Gapiring, nima bo'ldi? Singlim, bilasanmi? O'tgan safar senga aytayotgan ishim bor-ku, o'sha umuman o'xshamadi. Shunaqa ekan, nima deysan? Olmadim demadimmi balkim. Opa, unaqa tushkunlikka tushmang. Siz kuchli qizsiz. Mana yoningizda jigaringiz bor. Xafa bo'lmang, hali hammasi yaxshi bo'ladi, xo'p? Rahmat senga. Yaxshiyam borsan. Ha, aytgancha, o'tgan kuni ko'rgan ko'p koftangiz bor edi-yu. Ha? O'shani sizga sovg'aga oldim. Voy! Nima qilarding, ovora bo'lib? Rosa yoqqanda? Juda ham yoqqandi. Rahmat, kattakon. Boringga shukr. Voy, o'rta. Mana koftachiqani qara, chiroyli ekan, rangi ham chiroyli ekan, olmoqchiman. Qo'ygin. Bu rang yarashmaydi senga. Olmay qo'y buni. Bilasanmi singlim? O'zi qiz bolani haqiqiy do'sti uni jigari bo'lar ekan. Yaxshiyam hayotimda borsa, sen juda ham yaxshi ko'raman. Siz ham yaxshi ham hayotimda borsiz. Yaxshi kunlaringiz. Yetar! Bo'ldi, yetar! Chidoming. O'chir ovozingni. Ketdim ku sizni bu gaplarga. Hamma sharoiting bo'lsa, nima aytyapti senga? Qadrim bormi meni? Yo'q, sizga faqat ko'chadagina ishingiz, o'rtoqlaringizgina ozgina bo'lsa ham vaqt ajratmaysiz. O'chir ovozingni olma senga. Nega to'xtading? Nega ichingdagi hamma g'azabingni to'kib sochmading? U seni mensimaydi, yaxshi ko'rmaydi. Sen unga faqat farzandlariga qarab, osh-ovqatini qilib berish uchun keraksan. Ichingdagi bor g'azabni to'kib soch. Kerak bo'lsa, ajrashaman-da. Tur. 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 To'xta. Shoshma. G'azabga bo'ysunib, Gulday oilani barbod qilma. U seni yaxshi ko'radi. Farzandlaringni ham yaxshi ko'radi. Oilasi uchun kun-tun ter to'kib harakat qiladi.
g'azabga bo'ysunib, gulday oilangni buzma. Hayotingni barbod qilma. Ayol kishi bir pog'ona pastroq kelsa, hammasi esiga tushib ketadi. Ishon. Nima qilib o'tiribsan? Adasi, Nima deysan? adasi meni kechiring. Xato fikrlabman. Xotin, men ham seni dilingni og'ritdim. Meni kechir. Qornim och deganmidingiz? Ha, och. Bo'laqa tezroq ishga kech qolaman bo'lmasa. Bo'ldi, hozir. Ozgina o'tiraylik. Hop, kel. O'rtoq, senim chet elga o'qishga harakat qilib yurgandik-ku. Ishonasanmi? Grant asosida o'qishga qabul qilishdi. Endi maza qilib chet elda o'qiydi. Voy, muncha zo'r bo'pti-ku. Tabriklayman. Menga qarasan, seningni kimga qizig'i bor, namuncha maqtanasan, maqtanchoq. Ha, aytgancha o'rtoq. 2-3 kundan keyin o'zim orzu qilgan mashinam bor-ku, o'shani salondan olib chiqaman. Zo'ra, shunaqa xursand bo'lib ketyapman. Voy, xayrli bo'lsin. Endi maza qilib mashinangda yurarkanmiz-da. O'rtoq, senga juda ham havasim keldi. Menga ham shunaqa salondan yangi mashinani haydab chiqish nasib qilsa, sen uchun juda ham xursand bo'lib ketyapman. O'rtoq, o'qishga dokumentlaring tayyor bo'lib qoldimi? Mana hamma dokumentlarim taxt qilib qo'yganman. Orzu qilgan o'qishimizga tezroq borib topshiraylik. Faqat senga qarab turibman. Ha, men ham dokumentim bitishiga ozgina qoldi, bitib qoladi. Men dokumentimni boshqa o'qishga topshirib bo'ldim. Battar bo'lgan, sen hali ham meni kutib yuribsan. Ha, o'rtoq, kecha sendan meni surishtirib ketishgani, o'shanda nima deding? Biz hali gaplashganimiz yo'q-da, eta qol. Ana bola haqida so'rayapsanmi? Gaplashdim. Rostini aytdim unga. O'ziga o'xshab, xulqi ham chiroyli dedim. O'rtoq, ishonasanmi? O'zi ham juda yaxshi insonga o'xshab ko'rindi. Ziyoli oiladan ekan. Menimcha, o'ylab ko'rsam bo'ladi. Rostdan ham juda ham yaxshi inson ekan. Menga ham sendek chiroyli baxt nasib qilsin, o'rtoqjon. Voy, rahmat o'rtoq. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Aytganing kelsin. Meni eng yaqin o'rtog'imsan.